O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston chegaralari birlashgan nuqtada qurilgan bu stellarning nomi o'zbek tilida do'stlik, qirg'iz tilida do'stlik, intimaqlik, tojik tilida do'stlik. Zindabod do'stlik. Да здравствует дружба. Intimaqchilik yaxshi-da. Intimaqchilik do'stlik degani Do'stlik. Bardıq narsa intimaqlıqda. Xalashqan hech narsaga yetmaydi. Davlatlararo munosabatlar davlat rahbarlarining munosabatidan kelib chiqqan. Это были недопонимания какие-то, вот период такой, но это, слава Богу, что благодаря воле вашего президента Шавката Миромоновича все решилось. O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlarida biroz haligi ziddiyatlar paydo bo'lgan paytda garchi Qirg'izistonga suv kerak bo'lmasa ham So'x daryosini Qirg'iziston hududidan o'tadigan joydagi suvlarni dashtlarga, adirlarga burib yuborishgan. Buni biz o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Meni onamni o'zi tojik bo'lgan. 30-40 yilda kuni kecha borib keldi. Uzoq yillar bormagan. Bizda ham ko'rgani yo'q. Necha yil hamma charchab ko'rsa ko'raman deb o'lib ketgan ham bor bechoralar. Yoki Tojikiston bilan O'zbekiston munosabatlarida ham Tojikistonga yaqin hududlarda qo'y mol boqib yurganlarni olib borib qamashgan. Bo'lgan shu narsalar. 20 yillik muzlar eridi. O'zbekiston rahbari cho'zgan do'stlik qo'li Qirg'iziston tomonidan ham, Tojikiston tomonidan ham qo'llab-quvvatlandi. Министр кабинетінің төрағасының орынбасары Төребаев Бақыт. Кыргызстан стремится превратить границы в мосты мира, дружбы и доверия. Желаю нашим странам мира, благополучия и укрепления братских отношений. Я зампремьер-министра Республики Таджикистан. Республика Таджикистан готова приступить к церемонии открытия стелли. Екі tamammış, iki üç tamammış. 3 tomon bu safar. Она является символом стремления наших народов к укреплению взаимопонимания, добрососедству и совместному развитию. Yeni bu yerde bir stella açışmaz, bu yerde 3 memleketin eli dostluğu, bu yerde tüylüğü kala turgan dostluk. Boyidi ham Navruz, boyidi mana mohi Şerifi Ramazan, hammayı mardumi hamma kishvarga o'sha markazi va ham tabrik etaman. Intervyu chiqqandi sizga. Kiyevda. Mana. Помните, да? Samsun'daydı. Toshqovoqdamiz. 24-yilda men Chimyonda dam oldim. Qirg'iziston Respublikasidan 20 ta ayol, 20 ta erkakka prezidentimiz to'pga qilib berishgan ekan. Birga dam oldim. Shunaqangi maqtayapti Qirg'iziston xalqi. Prezidentimiz. Shunaqangi duo qilyapti. Bu yo'llarda ochiqligidan, do'stligimizdan dalolat. Turistlar kelyapti. Bizni Qo'qon shahriga, Farg'onaga, Toshkentga, Tojikistondan, Qirg'izistondan boryapti. Biz ham boryapmiz. Shu davom etishi kerak. Mehr ko'zda deydi. Stellarni qarang. Tomiri bitta. Lekin 3 ta mustaqil minora chiqyapti va ularni bir joydan beli bog'langan. Ular bitta degani. Do'stlik, hamisha xalqning yo'llar to abad poyanda boshadi. Farg'ona viloyatini Quvasoy, Farg'ona tumani, Rishton tumani, O'zbekiston tumani va Beshariq tumanlarimizda o'zaro mana shu qo'shni davlatlar bilan chegaradosh bo'lib, ularda 140 dan ortiq mahallalarimizda tadbirlar bo'lib o'tyapti. Bobolarimiz bor isparada. Tojikistonga bora olmasdi, mana endi boryapmiz. Biz 5 ta kombaynni unga beramiz, u bizga beradi. Mana shu daladagi donlarni yig'ishtirib, mana shu ishlarni yurishtirib, bizdagi yo'q narsani u beradi, bizda yo'qni biz beramiz. Mana shu qilib ishlaganmiz. Zo'r bo'ladi. Agar masalan bizga yepanda isparaga borib bozor qilardik. Isparaga yepanga kelardi. Qarindoshlarimiz bor Tojikistonda, mana Qirg'izistonda ham biz qarindoshlarimiz bor. Shuncha o'zim ham o'xshayman ularga. Shunaqa. Hozir biz keladiganimizda chegarani qo'riqlaydigan yigitlarni ko'rdikki,
bu yigitlarimizni ham ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Shunaqangi bizni vatanimizni himoya qilib turishibdi. Mana bir ko'rsatib yuboraman siz avvalik mana. Bu kitobda ana shu Markaziy Osiyo davlatlarini munosabatlar tarixi va tahliliga bag'ishlangan. Prezidentlarning uchrashuviga atayin kechagina nashrdan chiqdi. Bizlar o'zi asli turkiy millat, hammamiz bitta millatmiz. Shu millatlardan yana jiplashtirib, xudo andachilik, yora oqaylik, mana shu har ikkala emas, butun dunyodagi mamlakatlar bilan mana shunday bir chiroyli ittifoqda bo'lish nasib qilsin. Aytganingiz kelsin. Rahmat katta. Mana bu sizga. Rahmat katta.